Nima emish, buni zaryadi 10 ta samarizga ham yetmas ekan, tez o'lib qolar ekan. Buni hozir sizlar bilan attaylab ko'rasizlarmi? Nechtadi bu yerga? Bir 30 tachalar samariz bor. Hozir sizlar bilan ko'ramiz. Qani buni narxini ham videoning oxirida aytib ketaman. Videoning oxirigacha ko'ring. Qani buni zaryadga hali umuman zaryadga qo'ymaganman buni. Jigarlar o'sha zavod holatida turibdi. Ko'ramiz. Qani 10 ta samarizga yetadimi, yetmaydimi? Ko'rib turganingizda 10 ta emas, salkam 30 ta hali batareyka mana ko'rishinglar mumkin. Qo'lni aylantirib yuboradigan darajada hali zaryadi turibdi. Hali bu komplekt holatda, hali zaryadkaga umuman qo'yilmagan. O'rtoqlar, dastavka xizmatlari bor. Agar viloyatlarga bu bo'ladigan bo'lsa, pochta orqali chiqarib olinadi. Agar shahar sabz kutovka bo'lsangiz, yarim soat, 1 soat ichida o'zim yetkazib beraman, o'zim olib borib beraman. Narxlariga keladigan bo'lsa, shu komplektimizda 4 ta instrument bor, 4 ta akkumulyator va 2 ta zaryad bergichisi bor. $155 akalar, dastavkachi hammasi ichiga. Bemalol murojaat qilsanglar bo'laveradi. Agar yana qanaqa instrument kerak bo'ladigan bo'lsa, murojaat qilaverasizlar o'rtoqlar.